To'g'rimi? Nima? Ular Allohga yoqqanlik, Allohga sevimli bo'lgani uchun, taqvodor bo'lgani uchun o'tib ketishdimi? Eshitib qolamiz-a, musulmonlarning dini haq bo'lsa, musulmonlarni Alloh yaxshi ko'rsa, nimaga g'arib o'tib ketdi? Musulmonlar orqada qolib ketdi. Sabab va natija. Allohga bo'lgan toat, Alloh taologa bo'lgan ma'siyat. Toat ham sabab, ma'siyat ham sabab. Nimalargadir? Allohga bo'lgan toat mukofotning sababi bo'ladi. Allohga bo'lgan ma'siyat, isyon jazo uqubatning sababi bo'ladi. Agar bir 3 yashar yosh bola qizib turgan qozonga qo'lini bosib olsa,